لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu ve Taala Kalem suresinin 4. ayetinde hakikaten sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette yuqura katta terbiye ahlak huylangan sen, ahlak egisen, sana Allah Subhanahu ve Taala katta güzel ahlakını ügetken dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki insaniyetke peygamber kırınıp tallanışı, yuqur dereceye erişişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah Subhanahu ve Taala güzel ahlakka iyi kılganlığı. Şunun için biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki kandak ameli güzel ahlakta boğallığını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uruş galbi kılgan halatlarda kıynırıp yalğız kalgan en katlı cepadı kalgan halatlarda özünün etrafındaki özüge en yakın turgan sahabe kıyrindaşırga ve özüge düşmanlık kılgan düşmanlarga yaki ulardan hatalık ötelgen Müslümanlarga, özünün ailesi ummahatil müminin boğan anlarımız ayallarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetiga kandak muamilde, kandak güzel ahlakta boğanlıkını bilsek, andın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hakiki güzel ahlakka iyi ekanligini bileleymiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki güzel ahlakka iyi ekanligi namayan boğan körünüşlerinin en muhimlerden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu ve Taala'nın izni bilen Mekke'ni fethi kılgan vaxtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ahalisi Mekke'deki Kureyşliklerge kandak muamele kılganlığı, kandak güzel ahlakta boğanlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki en güzel ahlak igisi ikenlike alahide pakit bulalıydı. Aslında Mekke Kureyşlikleri ve Mekke ahalisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Mekke'den çıkarıp etken. Mekke'den çıkarıp etişka ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni öldürüşke suikast kılışkan. Ular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerini naitik kıyın kıstakla bilen azaplıgan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerge haddi hesapsız eziyetlerini yetkizgen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni şiirleri da, nutukları da hecvi kılıp sökken, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge 20 yıl aralıkta daim karşılık kılışkan. Şunda turguluk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni Allah'ın izniyle fethi kılgandan kin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kışıda kılıçları boyalları ısılgan kata sep tızılıp durgan kandak bir buyruk düşse şu buyrukni bijandil jini bilen icra kılgan 10 minglarcha harbiy cihadi İslami koşun askerleri bulgan şundak paytda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
ulardan o'zlariga shundoq aziyat yetkazgan shu Makka Qurayshlardan, Makka kofirlardan intiqom olib, ularni qirg'in qilishning o'rniga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga nima deganligini anglab baxsak, ondan haqiqiy Muhammad sollallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqliq ekanligini bilamiz. Chunki bundoq g'albi holida dunyodagi har qanday bir zolim kofir raislari bir davlatga bo'libmi u davlatdagilar ularga aziyat bergandan keyin erishgan vaqtida hammasining qiladiganini qirg'in qilish. Hattoki keyingi zamonlarda musulmonlardan bo'lgan raislar, musulmonlardan bo'lgan har xil davlat boshliqlari ana shundoq bir fursatga ega bo'lsa, darhol qirg'in qilishmi ulardan ko'ralgan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shundoq qata tizib turgan minglarcha qurolliq qilishlarni qo'llarida tutib turgan mujohid askarlari bor. Shundoq paytda bir buyruq bilan Makka aholisini qirg'in qilib etmasdan ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq dediki, sizlar meni sizlarga nima ish qiladi, nima siyosatni, nima ishni yurgizadi deb gumon qilsalar dedi. Degandan Makka Qurayshlar deyishdiki, Makka aholisidagi shu vaqtdagi Makka aholilari deyishdiki, biz seni bizga yaxshilik qiladi deb gumon qilamiz. Sen esil qerindishimizning o'g'li deb shundoq deydi. Degandan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izhabu fa antumut tulaqa, ketinglar, sizlar erkinlar, sizlarning bizga qilgan aziyatinglardan biz hisob olib sizlarni qirg'in qilmaymiz, ketinglar dedi. Nima degan cho'ng go'zal axloqa? Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularning nadonligi, johilligi, bilimsizligi, ularningki johiliyat ishida, kufrning, shirkningki, nadonlikning zulmatlik ishida, ilmsizlikning zulmatlari ishida qolganlikdan haqni bilmagan asosdagi insonlar qatoriga ularni qatib, ularga Muhammad sallallohu alayhi vasallam go'zal axloqli bo'lib, ularni erkin ozod qilib etdi. Nima degan go'zal kechirma, nima degan go'zal afv qilisha? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shundoq go'zal axloqi bilan mu'min musulmonlarga, dunyo insonlarga islom nurini tarqatdi va shundoqla nurg'unlagan ahli kofir, ahli mushriklarning islomga kelishiga amaliy ulgu bo'ldi. Yana Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqlaridan eng muhimlaridan birisi, Muhammad alayhisolatu vasallamning eng go'zal axloqlaridan birisi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramani Allah subhanahu va taolaning izni bilan fath qilib bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 20 yillik Muhammad alayhisalomni qarshilashgan kofirlar va mushriklar va dunyo kofirlari bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam qat'iy turda da'vat ko'rishi va jihad ko'rishi va amaliy go'zal axloqi bilan ularga islom dinini keng tarqitish kurashlari bilan 20 yil ularning qilgan aziyatlariga ham bardoshlik berish ko'rishi bilan 20 yil kurash qilgandan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makka ni fath qildi. Makka fathisidan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Havazin qabilasiga Hunayn jangida g'alaba qozongandan keyin Arab yarim oroli shimol tarafi, janub tarafi
sharq tarafi, g'arb tarafigacha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki qo'liga o'tgandan keyin bo'libmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arab yerim orilining hammasining xo'jayini va eng kuchli bo'lgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni Hunayn jangida erishgan g'animatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka aholisini islom diniga moyil qilish uchun ularning qalblarini dunyo bilan islomga ko'ndirish uchun Makka aholisi, Makka Qurayishlari Makka kattavashlariga tarqitib berdi. Mana shundoq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saltanat, kuch-quvvatga erishgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ansarlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarqatgan g'animatlaridan norozi bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarta ko'nglida bir g'um paydo bo'lib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qishig'a ansarlar xo'jayini Said ibn Ubadi kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ey Alloh taolaning elchisi, mening qavmim ansarlar sening ularga g'animatlardan nasiba bermaganligingga qarta ko'nglida bir g'um paydo bo'lishdi deb shundoq dedi. Degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni to'planishga, ularga bir yig'in etishga maqsad qilib ularni to'planishga buyurdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular ishit turib ularga nutq so'zladi. Ularga Alloh taolaning islomni tazi ihson qilganligini, ularni islom hidoyatiga boshlaganligini ularga alohida eslatdi va ularni dunyoning ne'matlariga, dunyoning izzat-qullarga burilmaslikka va oxiratga bak esilishga, Allohning payg'ambari va payg'ambarining ilib kelgan islom din muhabbatiga alohida ko'nglida muhabbat bog'lashga ularni qiziqtirdi. Aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni jo'g'lab, mana shunday go'zal axloq bilan ularga yaxshi muomala qildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bularga bunday yaxshi axloqda bo'lmay, balki Muhammad sallallohu alayhi vasallam men arab yerim orilining xo'jayini bo'lib bo'ldim, dinimiz ham g'alaba qozonib bo'ldi deb qarab, qo'lida kuch-quvvat bo'lganligidan sizlar o'zinglarning ishini qilinglar yoki sizlarning qilgan bu qilmishinglar munofiqning qilgan qilmishiga tushib qoldi degandek bir gapni qilib Muhammad sallallohu alayhi vasallam xuddi hozirgi dunyo allari va jamiyatlardagi raislarga o'xshash Muhammad sallallohu alayhi vasallamga norozilik bildirgan bu ansarlarni bir yusunda qaytirib o'tadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unda qilmadi. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga go'zal axloqli bo'lish bilan birga ularni ajoyib bo'lgan bir yaxshi sovg'at bilan ularga qalbiga oromgarchilik tushirdi. Nima dedi? Sizlar Alloh taolaning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni billa g'animat qilib Makkadan Madinaga olib ketishga rozi bo'lmamsizlar? Deb o'zining bular bilan Makkadan Madinaga birga ketganligi, bularning iymoniga, bularningki Allohga bo'lgan muhabbati, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatiga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ishonganlik uchun bularni shunga o'ziga hamroh bo'lishga tanlab, Makkadagi dunyoga amroq aholilarga dunyoni birib, iymonga ko'ndirib, ansar sahobalarni o'zining muhabbati, o'zining birga turishi, koinotning egisi Allohning butkul inson vajilligiga avatilgan payg'ambar bilan Makkadan Madinaga birga chiqib, yana qayta Makka fath qilinib bo'lgandan keyin
Muhammed Aleyhisselam bilan birga turishdan iborat bo'lgan ashundaq ne'matga erishganlik bilan ularning qalbini oxiratga, Allohning muhabbatiga, payg'ambarning muhabbatiga, dunyoning muhabbatidan yuz o'rtdi. Ashu ular erishmoqchi bo'lgan, erishishda Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki taqsimotiga g'umsaqlagan shu g'animatlardan Allohning muhabbati, Allohning payg'ambarining muhabbati, payg'ambarining hamrohlik suhbatiga erishganlikning katta ekanligini Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga tonutish orqali ana ashundaq go'zal axloq bilan ularga muomala qildi. Mana mushundaq vafo, mana mushundaq kuyinish, mana mushundaq yaxshiliklarning hammasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki güzel ahlak ve en güzel Allah üretken terbiye ve en güzel Allah terbiyelep yetiştirgen güzel boğan yaxşı huyga iyi ekanligini, güzel yaxşı ahlakka iyi ekanligini bildirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki güzel ahlakka iyi ekanliginin namolardan birisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fethi kılgan vaqtida, Mekke'ge kirgen vaqtida özünün kemterlikidan Allah'ın Mekke'ni fethi qilib berganligiga shukr aytganligidan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke darvosidan kirgen vaqtida sayda qilib shukr aytib kirganligidan hattoki sallisining quyruqi to'g'isiga tigib qolgudek, peshonasi to'g'isiga tigib qolgudek darajada shundoq Allohga sayda qilib shukr aytib o'zini kamtar tutib Makkaga kirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki güzel ahlaklarından en mümin Müslümanlar ta'sirlangan güzel ahlaklarından birisi Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu bir hamma Müslümanlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarixini biladigan, İslam tarixini biladigan, her qandaq Müslümanga ayan bo'lgan, cho'ng bo'lgan xiyonet, yani Mekke kafirlariga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye kirishdan burun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kiradiganligini bildirdigan xat bilan Mekke'ye xat evatish orqali bir xiyonatni qilgan. Bu xiyonet, bu xat Mekke ailesiga yetishdan burun Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga uqtirib bir ayolning çeç arlıqıda bu xatni apmangan xatni Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uqtirish orqali bu xatni yandırib olgan, bu xiyonatning amaliy bo'lgan bir zini musulmonlarga kelmagan. Mana shu Hatib ibn Abi Baltani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu çeçiga xatni kirgizib olgan odamning ayolning iqro qilishidan Hatib ibn Abi Balta radhiyallohu anhuni tutib olgan vaqtida Ömür ibn Hattab radhiyallohu anhu Hatib ibn Abi Baltani bu munofiqni qo'ygin, men buning kallasini kesaman deb shundoq dedi. Degan vaqtida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Badrga qatnashgan, islomga cho'ng has qatgan deb Hatib ibn Abi Baltani o'ltirishdan to'sdi. Hem shundoqla en cho'ng güzel ahlakı Hatib ibn Abi Balta'nın yüreki, Hatib ibn Abi Balta'nın vücudunda çırmağın muşu xurluqni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qayta yaxshi İslam ruhiga o'zgartib Hatib ibn Abi Balta'ni o'zining yiqilishidan darhol turg'izib Hatib ibn Abi Balta'ni muhim bo'lgan bir xizmatga qo'ydiki, yani İskenderiye'nin padişahı Muqavqasqa Hatib ibn Abi Balta'ni İslam elçisi qilib evet. Demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yıkılganlarını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ana aşında hatalık kılganlarını qayta ıslah qilib İslamda en
yuqora İslamga töhfə qatılğan əməllərini qilishqa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünün gözəl əxlaqı bilan təsir göstərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmninki gözəl əxlaqlarının ən mühimlərindən birisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Taifqa bizning hörmətli qeyrindoshimiz Zeyd radhiyallahu anhu bilan ikki puti ustida ulaqsız holatda ikki puti bilan piyodalik holatda Taifqa minib chiqdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Taif əhlining islomga kirishini, islomning Taif əhlidan kuchishini arzu qilib, ularning kufr zulmatlaridan iymon nuriga chiqishini yaxshi ko'rib, ularga islom da'vat qilib Muhammad sallallohu alayhi vasallam Taifga chiqdi. Ular o'zlarining aqlsizlarini, o'zlarining nadan kichik o'smir bolallarini Muhammad sallallohu alayhi vasallamning orqasiga sap qo'yib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tosh atqili silib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning da'vatini qabul qilish uyoqtirsin Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va Zeyd radhiyallohu anhuga ana ashundaq dahshatlik aziyatlarni yetkizib Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki ulug' hurmatlik tapinidan qon oqadigan ana ashundaq Muhammad sallallohu alayhi vasallam hattoki bir baqqa panohlanib kirivilishga qistilgan darajada aziyatlarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam qildi. Mushu vaqtda Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tog' farishtalari kirib, ikki tog'ni Taifning ikki tarafdagi bo'lgan ikki tog'ni shu Taifning ustiga ilib, Taif aholisini halok qilib o'tishdi to'g'riliq Alloh subhanahu va taolo farishta etdi. İki şeyh rivayet qilgan hadisda Sayyid Ayşe radhiyallohu anha anamiz rivayet qilgan hadisda mundaq degan: Allah subhanahu va taolo Peygamber sallallohu alayhi vasallamga ulardan intiqom olish fursatini berdi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Allah subhanahu va taoloning Peygamber sallallohu alayhi vasallamga bergen muş intiqom olish iznini Peygamber sallallohu alayhi vasallam intiqom olish bilan ularga muomala qilmay, balki Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu Taif ahlining sulbidan iymon aytgan, islom aytgan, Allohga haqiqiy qulchilik qildiganlar chiqib qoldi deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam halok qilishni, ikki tog'ni bularning ustiga ilib, bulardan intiqom olishni rad qildi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam agar güzel axloqda bo'lmagan bo'lsa-edi, bulardan intiqom olgan bo'ladi. Intiqom elinsa ham xush bo'lgan bo'ladi. Balki Muhammad sallallohu alayhi vasallam bulardan intiqom olishning o'rniga balki bularga hidoyatiga duo qildi. Ularning nadonligi, bilimsizligi, ularning jahilligidan haqni qabul qilmaganligiga o'zining bular qilgan chorasi, ya'ni da'vati va bularni tarbiyalash, bularga haqni yetkazishda chorasining kamligidan bo'lib qolgan bo'lishi mumkinligiga Muhammad sallallohu alayhi vasallam qaratib, faqat Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ishidan rozi bo'lsa, hech qanday bir kelgan aziyatga parvo qilmaydiganligini Muhammad sallallohu alayhi vasallam bildirib, ham bu Taif ahlininki sulbidan iymonliqlarni chiqarishiga Alloh esilib duo qilib, bularga güzel axloqda bo'ldi. Mana hozirgi Taif aholisi ana shu vaqtda Peygamber sallallohu alayhi vasallam qilgan duoning natijasidan maydonga kelgan musulmonlar. Peygamber sallallohu alayhi vasallamninki aholisida, oilasida, xotin bolalar ishidagi bo'lgan güzel axloqlarining birisi Sayyida Ayşe radhiyallohu anha anamiz qishiga Peygamber sallallohu alayhi vasallam kirib, Ayşe radhiyallohu anha bilan birga turgan vaqtida mu'minlar anlardan, ummahatul mu'mininlardan bo'lgan anlarimizdan birisi bir qacha taomni Peygamber sallallohu alayhi vasallamga kirgizdi. Ayşe radhiyallohu anhaga bu
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taom kirgizganligi kundashkin tutib taom ap kirgan balaning qo'liga, g'ulamning qo'liga Oysha radhiyallohu anha birni urib, o qo'lidagi taomni tushirib, qachininki sunib ketishiga sabab bo'ldi. Mush vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhaga koyib, achchiqlab ketmadi. Qanday qildi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, sizlarning ananglar, ya'ni Oysha radhiyallohu anha kullab qoldi, dedi. Xodimidan mushu Oysha radhiyallohu anhaning uyidagi saq qachidan birini elib, yana bir onamiz Ummahatul Mu'minin qashiga saq qachini achiqib berishini, bu uyda chaqiliq qachini qo'yib qo'yishiga buyurdi. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doim aholisiga, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doim ahliga, uydagilarga yaxshi muomalada bo'ldi. Ularga doim yaxshilikni vasiyat qildi. Hattoki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan ketar vaqtida ayollarga yaxshi tarbiya, yaxshilik qilish, kuyinish, rahim shafqat qilishga tavsiya qilib dunyodan Allohning Rafiqul A'loga ketdi.